Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi kunda ertalab sayr bilan boshlab oldik. Kun juda ham chiroyli kun bo'lyapti. Daraxtlarda mazza qilib, legenda salqinlayapti to'g'risi. Anhor bo'yida mazza qilib qarasam, qirda ustida itan dam olishni biladi, qaranglar. Gullarimiz ochilib ham qolibdi. Havo juda ham zo'r. Uyga kelsam, olmalarimiz ham g'o'ra bo'lib qolibdi. Kadr shunaqa zo'r chiqdi. Baho berib yuboringlar, yozib yuboringlar, izohni qoldiringlar. Shunday eliksirda ichdim-u, taksi zakaz qilib, bugun taksida ketdim, bilsanglar o'zi avtobusda yuraman. Ishga borsam, sirazu ustozimiz sensordagi qora dog'ni yo'qotish bo'yicha bir praktika jarayonida darslik bo'lib o'tdi. Nima deb o'ylaysizlar? Qora dog' ketadimi, yo'qmi? Undan keyin iPhone 14 da adashmasam ko'zi ko'r bo'lib qolibdi. Nima deb o'ylaysizlar, tuziladimi yo'qmi? Ustozimiz o'rgatib o'tishdi. Undan keyin kleylarni qatirjayonni ustozimizning reaksiyasini bilgan edilarda shuncha vaqtdan keyingi kamerani yongan, fiksatsiya bo'lgan jarayoni juda ham xursand bo'lishdi. Men ham xursand bo'ldim. To'g'risini aytganda tuzalmaydi deb o'yladim, lekin tuzaldi. Klientimiz ham xursand bo'lib ketdi. Undan keyin esa ish stolim juda ham abgor ahvolda edi. Shuni tozalash maqsadida ko'rgan bo'lsanglar ham kerak. Bir qator tozalab olay deb shotkani olib, benzinni sochib, nima deb o'ylaysizlar, tozalanadimi yo'qmi? Rosa harakat qildim. Menimcha bir 20-25 minut harakat qildim. Pinsepni olib ham ichki taraflarini, ariqchalarini tozalab oldim. Nima deb o'ylaysizlar? Toza bo'ldimi yo'qmi? Menimcha anchadan beri tozalamagan. Shunday qilib, telefonimizni ham yopib oldim. Arqa krishkasi bilan batareykasini almashtirish kerak edi. Almashtirib ham oldim. Nima deb o'ylaysizlar? Yaxshimi, yomonmi? Qalay chiqibdi? Sizlar bilan Shogird.